Videoni oxirigacha ko'ring, siz ham shuncha pullarni bankomatdan yechib olishingiz mumkin. Xohlagan bank kartangizga. Xullas, okamiz 1 million yechdilar pulni. Bu kishi sanashni davom etadilar pulni. Biz esa keyingi videoga o'tamiz. Oxirigacha ko'ring, like bosib qo'ying. Xullas, kanalni topib olamiz. Shu kanalni TMAPK.uz va qonun-qoidani o'qib chiqamiz. Shu havola ustiga bosib turib, Melbet platformasiga kiramiz. Bu yerda iOS, Android yuklab olish qonun-qoidasi bor. Biz ro'yxatdan o'tamiz. Bir martalik klik orqali. Ro'yxatdan o'tayotganda promo kodga 10.05 promo kodini kirgazamiz. Katta harflarda albatta. Bo'lmasa ishlamaydi. Videoni oxirida batafsil tushunib olasiz keyin. Ro'yxatdan o'tishni bosib turib, ketma-ketligiga tanlaymiz. Bunda tanlab turib ketma-ketligiga keyin kutamiz ozgina. ID raqamimiz chiqadi Melbetda. ID raqamga bosib turib va parolimizni saqlanib olamiz. Keyinchalik biz qaytib kelamiz kanalga, TMAPK.uzga. Qaranglar, bu yerda hozir Melbet papka botga bosamiz. Melbet papka bot. Bunda qaysi o'yinlarga qoida bor, nima qiladi, hammasini start bosgandan keyin ko'rsatib beradi. Qaranglar, hozir mana o'sha shu joyga keldik. Startni bosamiz. Qaysi amal qiladi, qaysi o'yinlarga? 1 win Mosbet Limbet 3.8 bet winner. Xullas, ID raqamimizni botga jo'natamiz. Jo'natgandan keyin biroz kutamiz. ID raqamingiz tekshirilmoqda. O'yinchilar yutish papkasiga qo'shish uchun biroz kuting. Videoni to'xtatib batafsil o'qib oling.